Hayotda har kimdan kerakli narsani o'rganamiz. Kimdir bizga ibrat bo'ladi, kimdir hayotiy tajribasi orqali to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Aynan shunday insonlar qanday sohada faoliyat yuritishidan qat'iy nazar ustoz maqomiga ega bo'ladi. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida yashovchi muhtaram onaxon ham ana shunday hurmatga sazovorlardan. Garchi u chevarlik kasb orqali mehnat qilsa-da, bugungacha ko'plab shogirdlarni tarbiyalashga o'z hissasini qo'shgan. U tikish-bichish hunarini nasldan naslga o'tkazib kelayotgan haqiqiy ustalar sulolasidan hozirda uning mehnat yo'lini davom ettirayotganlar 5-avlod vakillari. Bu nafaqat mehnat an'anasining uzluksizligi, balki milliy qadriyatlarimizga ham yashovchanligini ko'rsatadi. Shahribonu Aziz va To'raqo'rg'onlik chevar tumanda deyarli barcha uni taniydi. Asli chevarlar sulolasidan bo'lgan onaxon 3-avlod vakili, farzandlari va nevaralari esa 5-sulola. Uzoq yillardan beri tikuvchilik mehnati bilan shug'ullanib, xalqqa xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shogirdlardan tajribasi va bilimini ayamaydi. Hozir ham ishning boshida onaxonning o'zi turadi. Meni onam chevar o'tganlar. Men 3-avlodman. 50 yil chevarchilik qildim. Hozir ham qarashib turaman. Mana shu kostyumlari hammasiga qarashib, yenglarini o'zim ulab, bemalol qilaveraman. Onaxonning o'g'li Farhod aka ham bugun chevarchilik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Asosan ta'lim maskanlari uchun maktab formalarini tayyorlaydi. Mahalladagi xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida xonadonida ishlab chiqarish korxonasini yo'lga qo'ydi. Shuningdek, kasanachi opa-singillarni ham ish bilan band qilgan. Onamiz bizga mana shu kasb o'rgatganlar kichkinaligimizdan. Aka-uka, opa-singillarimiz hammamiz chevarmiz. Mana shu yinadan ipni qanday qilib o'tkazishdan tortib, mana shu yoshgacha kirgan bo'lsak, hamma ishda o'rgatadilar. O'zlari bosh-qosh bo'lib, o'zlari murabbiy, ustozlar. Mana shu uyimizda necha yillardan beri mana shu chevarxona ochilgan. Kelajakda yana bu kasbni rivojlantirib, katta fabrikalari, katta sexlari ochish niyatimiz bor. Bu kabi an'analar avvalo ustoz shogird tamoyilining bardavomligiga xizmat qilishi barobarda soha istiqboli uchun ham katta ahamiyatga ega. Boisi boy, katta tajribaga ega ustozlarning yo'l-yo'riqlari, ko'rsatmalariga asosan amalga oshirilgan ishda unum hamda baraka bo'ladi. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.